konkurslardan kamdan kam o'tkazaman, lekin mana shunday katta bayram munosabati bilan eng muhtoj onaga, ya'ni dori darmon, ukol, tok yoki massaj, qandaydir muolajalarga puli yetmaydigan yoki kiyim-kechak olib berishga qiyinchiliklar sezadigan yolg'iz onalar yoki turmushidan ajrashgan, turmush o'rtog'ini yo'qotgan ayollar, farzandlar bo'lsa, kichkinagina bir qismini o'zimda borini, ya'ni yaxshi niyatda menga bo'lajak turmush o'rtog'im bergan narsadan bir bo'lagini, bir emotsiyani sizga ham ulashish niyatida ushbu e'lonni bergandim va haqiqatdan ham ko'plab ayollar juda faol bo'lgan, ko'plab ayollar to'g'ri javobni ham topgan. Lekin kecha bir narsaga guvoh bo'ldimki, oramizda shunchalar tushkun va shunchalar noiloj, imkonsiz vaziyatda bo'lgan onalar soni juda ham ko'pligini guvohi bo'ldim. Direktim, ya'ni shaxsiy xabarlarim ko'plab insonlarning taqdiriy holati bilan yuzlandim va o'qidim. Haqiqatdan ham barchangizga Allohim hayotingizda yechim topishini va sizni mana shu qiyin, mushkul vaziyatdan Allohimni o'zi insonlarni sababchi qilib olib chiqishini tilakdoshiman. Kecha bir insonni g'olib deb tan olib Instagramimga istoriya qo'ygandim. Bir go'zal ayol, bir go'zal qiz, bilasizmi, Umida Mum degan shunchalar ko'p xabarlar yo'llaganlar va har bir faolliklarini skrinshotlarini qilib tashladilarda. Men ko'rib, to'g'risi izohga kirsam, faqat shu ayolni 10 tadan keyin faqat shu qizni, shu ayolni xabarlari kelib tushganini guvohi bo'ldim va ularga o'zimni minnatdorchiligimni bildirib, aynan shu narsani aytdimki, men sizni faqatgina shartni bajardingiz deb o'ylabman, lekin sizni Instagram akkauntingiz yopiq bo'lganligi uchun men izohdagi faqat kommentariyalarni o'qidim, lekin shaxsiy xabarlarimni o'qishga noiloj bo'ldim, chunki bu opani Instagrami yopiq edi va mana hozir ular ochdilar. Ular ochishi bilan men ko'rdim ular shaxsiy xabarimga qanday dil izhorlarini, haqiqatlarini yo'llaganlarini va aynan hozirni o'zida yum-yumum sizga ushbu hadyamni jo'nataman. Men kechasi bilan haqiqatdan ham ko'p o'yladim, nima qilsam bo'ladiki, xalqimni, millatimni onalarini holatiga bir inson sifatida, ona sifatida, yolg'iz ayol sifatida qanday yordam bersam bo'ladi deb ko'p o'yladim va endi videolarimga faol bo'lib, videolarimda o'zingizni albatta borligingizni bildirib tursangiz, albatta men sovg'a, salomlar emas, pul miqdorini berishga qaror qildim. Chunki sizga nima kerakligini, sizni vaziyatingizga aynan pul yechim bo'la olishini albatta hech kim bilmaydi o'zingizdan boshqa. Shu bois men sovg'a salomlar, har xil keraksiz narsalarni emas, keling men har bir video postimda faol bo'lgan insonga albatta pul miqdorini kartasiga o'tkazib turaman. Va shu tarzda men oddiy Surxon qishloq qizi, o'tmishda yolg'iz ona boshi bilan sizga to'g'ri u pul 100% muammongizni hal qilib bermasligi mumkin, lekin bir qadam bo'lsa ham natija uchun sizni olib boradi degan umiddaman. Men esa o'z olamimga yetib keldim va bugun soat 8 gacha darslarda bo'laman. Istoriyada albatta bu jarayonlarni joylab borishga harakat qilaman. Rahmat.